Assalomu alaykum. Ovush Market YouTube kanali kuzatuvchilari, mana bugungi savdolarimizni boshlab olganmiz. Yangiliklar bor, shaftallar keldi yangi. 10 ming so'mdan keladi shaftallar. Bananlar 15 ming so'm, pomidorlar 5 ming so'm. Sabzilar yangisi 5 ming so'm. Eskisi 4 ming, kartoshka 5 ming, piyoz 10 mingga 3 kilo. Karam olgan-olganniki. Shaftallarni qarang turishini. Hidini qarang, hidini. Hidi yetib bormaydi sizga. Bodring, ko'kat, yo'zi, pomidor, oshko'k, ukrop, baqlajon, bolgarskiy hammasidan hissa bor. Kelaverasizlar, ro'zg'orga kerakli narsalar hammasi bor. Yangilikning zo'ri, toruzlarni ham kuniga svejiy olib kelganmiz. Do'konimizga kelib xarid qilishingiz mumkin. Toruzni ovozini bir ishqozchilik eshitib qo'yasiz. Toruzni zo'ri. Hammani do'konimizda kutib qolamiz.